Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 6. qism qadar. Allah'ın pütken takdirini biliş ve onunla işiniş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 6. bab. Azgınlık. Tanıştırış. Azgınlık mu Allah Subhanahu ve Teala'nın planının bir kısmıdır. Allah Subhanahu ve Teala özünün yoludan iziş ahvallarının körülüşünü, yani kişilerin akide ve emellerde hak yoldan çetnişini pütüp etken. Allah Subhanahu ve Teala'nın yolu nurluk, oçuk, kolay ve tüz bulup, udul cennetke ilip vardı. Bunun aksice azgınlık yolları bolsa egri tokay, karango ve tuyuktur. Adette bu azgın yollamı doğru yoldan başlandı doyu, ama bağan sırı doğru yoldan çetnep, məlum bir aşkın yönünüşki qarab ilgirleydi. Bu yolla insanlardan ve cinlardan boğan nurgun şeytanlar tarafından perdazlanıdı. Şundaqla nicatlık ve hoşallıkka başlaydıqanlıqı tergib qılındı. Ameliyette bolsa bu yolla halaket ve ziyandan başkını ilip gelmeydi. Cabir İbni Abdullah ve Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhumadan rivayet kılındı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerge uzun bir sızık sızgan ve sahabelerge mana bu Allah'ın yolu degen. Andın şu sızıkның iki tarafıge kıska ve egri sızıklarını sızıp, mana bu başka yollardır. Her bir yolның üstüde şu yolga çakırdıgan şeytan ba degen ve andın tövendeki ayetini okugan. Tercümesi, bu mening doğru yolumdur. Şu yolda meninglar. Na doğru yollarda mangmanglar. Ula sileni Allah'ın yoludan ayrı bitidi. Taqvadarlardan boluşinglar üçün Allah sizlarga bu işlerini tavsiye kılıdı. Sure En'am 153. ayet. İmam Ahmed, İmam İbn Hibban ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sünne 16-17. numurda sahih deb bahalagan. Takdirge alaqadar aqidelerdeki azgınlık. Biz yukarıda diagrammada gösterken akide azgınlıklarının en kabihleri takdirge alakadar boğanlarıdır. Biz bu babda takdir doğrusudaki doğru akideden çetnep ketken asaslık iki taife, yani kadariye ve ceberiye hakkında toxtalımız. Bu iki taife İslam'ın dastlabki davrlarında meydana kelgan. Lekin bu hazır ulanın batıl akidelerinin yoqılıp ketkenlikinden direkt vermeydi. Del aksice, nurgun musulmanlar gerçe ula namda kaderiye yoki ceberiye deb atalması mı? Hele hem şu iki azgın taifinin bazı akideleriga ergişip kelmekte. Şu veciden kaderiye ve ceberiye taifesidekiler o'ttirg'i chiqargan aşu batıl akidelerini düşünüş ve reddiye beriş zörürdür. Biz tövendeki iki bölekte kaderiye ve ceberiye taifelerini tanıştırırız. Ulanın süpetlerini köygen hemen ulanın batıl karışlarına biz mezgur kitabının aldığınki kısımlarda oturup koygan muhakimelerine asasen kandak reddiye beriş gerekliki derhal aydınlaşıdır. Lekin biz yanıla mükemmellikni köz tutgan asasda ulağa konkret kandak reddiye beriş gerekliki hakkında kısıkça toxtulup ötüşünü layık gördük. Kaderiye tanıştırılışı. Kaderiye Allah Subhanahu ve Teala'nın takdirini bulup mu kadirinin insanların iradesiga ve kılmışıga alakadar kısmını inkar kılıdığan azgın taifedir. Kaderiye degen bu isim kaderge nispet verilgen bulup, kaderge münasibetli kişiler degen ma'nidadır.
Bu ism o'z navbatida qadarga bo'lgan aqidani qo'g'dig'ichilar degan ma'noni bildirdigandek tuyg'u bersimi, lekin bu ularning taqdir inkarchiligidan iborat batil yo'liga mos kelmaydi. Ulamolar bularni atashda qo'llangan eng joyida qo'yilgan ism taqdirni inkar qilg'uchilar toifasidir. Qadariyalar tuvandikidek tafakkur liniyasini qo'llanish natijasida haq bilan batilni aralashtirib etib, o'zlarining xato aqidasini o'ttirib chiqargan. Birinchi, insonlar qilmishini vujudga chiqarish jihatda to'liq qudratga, tanlash jihatda to'liq erkinlikka ega. Ikkinchi, agar Allah subhanahu wa ta'ala insonlarning qilmishlarini o'z ichiga olgan barliq shaylarning yaratquchisi bo'lsa, u chaqda insonlardan o'z qilmishlari sababli hisob elinsa bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, insonning tanlash erkinligi borligi bilan ularning Allah subhanahu wa ta'ala taqdir qilib bitib etgan amallari uchun hisobga tortilishining orasini yarashtirg'ili bo'lmaydi. Üçüncü, şunun için Allah subhanahu wa ta'ala'nın umumi ve hemmini öz içine aladigan iradesi ve yaratışı çokum insanların kılmışını öz içine almaslık gerek. Allah subhanahu wa ta'ala'nın insanların kılmışının üstüde turadigan iradesi, tanlışı ya ki yaratışı boz olmaydı o. La ilahe illallah. Dördüncü, şu veciden insan özü qilgan ishlarda mustaqil irade ve iqtidorga ega. Shundaqla Allah subhanahu wa ta'alaning iradesi ve kudreti u insonga ta'sir ko'rsatmaydi. Boshqacha qilib aytganda, insonlar o'z qilmishini yaratish, ya'ni vujudga chiqarishda mustaqildir. Nauzu billah. Bu qabih so'zdan Allah subhanahu wa ta'alaga sığınırız. Qadariyalarning aqidasining natijasi. Biz yuqoridagi bayonlardan qadariyalarning amaliyotda Allah subhanahu wa ta'alaga ojizlik va iqtidorsizlikni nisbat beradiganligini ko'rdik. Ularning Allah subhanahu wa ta'ala insonlarning qilmishlarini yaratmagan degan aqidasi cho'qim Allah subhanahu wa ta'aladan başqa yana bir yaratquchi bor deganlikdan derak berdi. Ular ana shu tariqada Allah subhanahu wa ta'alaga adolatsizlikni nisbat berishdan saqlanamiz deb, uningdan ig'ir xatolikni sodir qilgan. Buningdan sirt texmi oshqun bir qism qadariyalar Allah subhanahu wa ta'ala insonning nima ish qiladiganligini oldin bilmaydi. Faqat inson muayyan bir fe'lni sodir qilgandan keyin ondan biladi. Allah subhanahu wa ta'ala insonlarning qilmishlarini lavhil mahfuzga yozmagan. Allah subhanahu wa ta'ala kimning o'ziga itoat qiladigan, kimning itoat qilmaydiganligini oldin bilmaydi deb viljirlashidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu vaqtiki agahlandırışı. Qadariyalar bizning qilmishlarimizni Allah yaratmagan, qilmishlarimizning cho'qim boshqa bir yaratquchisi bor. Mayli u biz o'zimiz bo'layli yoki boshqa biri bo'lsin, cho'qim biri bo'lish kerak bo'ladi deb e'tiqod qiladi. Shu sababdan qadariyalar Allah subhanahu wa ta'alaga yaratish jihatda shirk keltirdi. Yani şu sebepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularni musulmon ümmetining majusileri deb atagan. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Qadariyalar bu ummatning majusilaridir. Ular og'rib qolsa yo'qlamanglar. O'lsa namazga qatnashmanglar. İmam Ahmed, İmam Abu Davud ve başkalar toplagan Şeyh Albani Mishkat 103. numarda Hasan deb bahalagan.
qadariyalarning insonlarning qilmishlarini Allah yaratmagan degan aqidasi ularni biri yaxshilikni, yana biri yomonlikni yaratgan ikki iloh bor deb e'tiqod qiladigan majusiylarga o'xshatib qo'ygan. Bu xil taqdirni inkor qilish iqimi musulmonlar orasida o'tirg'i chiqqan tunji ideologiyalik ozg'unlik edi. Mayli yot aqidalarning va falsafalarning ta'siri sababli bo'lsin, yoki iymonning taqdirdan iborat ushbu turikining murakkab mohiyati sababli bo'lsin, u musulmon ummatiga, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ba'zi sahobalari hayot mezgillarida nihoyat ig'ir ziyon soldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlar orasida uzoq qolmaylar taqdirini inkor qiladigan bir toifa chiqadiganligi haqida oldin xabar bergan edi. Anas va boshqa sahoba radhiyallohu anhumlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Men ummatim uchun mendan keyin taqdirning inkor qilinib, yulduzlarning tasdiq qilinishidan ansirayman. İmam Abu Ya'la, İmam Asakir, Abu Mihcandin ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 1127. numarada ve Sahihul Cami 214-215. numarada sahih deb bahalagan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Taqdir haqidagi batıl so'zlar ummatimning oxirgi zamondagi eng nachar kishilarga kechiktirildi. İmam Bazzar, İmam İbn Asim ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 1124. numarada ve Es-Sunna 350. numarada Hasan deb bahalagan. Mazkur kitobning 5-idimi bayon qilganimizdek, taqdirni inkor qilish odatdagi kufriy qilmishlardan bo'lib qolmasdan İslami aqidini tamamen inkar qilish qilmishidir. Shuning uchun bu qilmish dunyo oxiratda intayin qattiq jazoga loyiqdir. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Ummatimda yer yutish va surati hayvonnikiga o'zgartirib etilish yuz berdi. Va bu ishlar taqdirini inkar qiluvchilarning ustiga bo'ladi. İmam Tirmizi, İmam Abu Davud ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Mishkat 102. numarada Hasan deb bahalagan. Bu batıl aqidega shar'iy dalillar bilan raddiya berish. Biz bu paragrafda qadariyalarning batıl ko'z qarashlariga Kur'an sünnetiki uçuk deliller arkalık reddiye berimiz inşallah. Birinci, Allah subhanahu ve teala özünün insanların kılmışlarını öz içine algan hemmin ersinin yaratqıcısı ikenlikini uçuk bayan kıygan. Mesela Allah subhanahu ve teala şundak deydi. Tercümesi: Allah hemmin ersini yaratqıcıdır. Sure Zümer 62. ayet. İkinci, dünyadaki hemmi iş cümleden insanların kılmışları mı Allah subhanahu ve teala'nın iradesi bilen vücuduk çıkıdı. Mesela Allah subhanahu ve teala cihad hakkında şundak deydi. Tercümesi: Eğer Allah xalıgan bolsa idi, ula özara uruşmaz idi. Lekin Allah xalığını kılıdı. Sure Bakara 253. ayet. Allah subhanahu ve teala yine hidayet hakkında şundak deydi. Tercümesi: Eğer biz xalısak her bir kişiye elbette hidayet berettik. Lekin menin günahkarlarını azap kılıştan ibaret hükmüm bikip ketdi. Men çokum cinla ve insanla, yani ulanın günahları hemmesi bilen cehennemni toldurman. Sure Secde 13. ayet. Qadariyalarning batıl ko'z qarashlariga aqalli savat bilan raddiya berish. Biz bu paragrafda
qadariyalarning batıl ko'z qarashlariga oddiy aqlli savodlar orqali raddiya beramiz. Birinchi, Allah subhanahu va taala barcha koinotning egisidir. Cümleden şu kainatning bir qismi bo'lgan insonlarni ham Allah subhanahu va taolaning igdorchiligidir. Egisining igdorchiligidagi qulning egisiga tava bo'lgan makonda uning ruxsati yoki irodasisiz harakat qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, insondagi tanlash ve irade erkinligi bilen onun xilma-xil şekilde çeklemelerge uçuruşu arasında zıtlık yok. Mesela yukarı süratlik taş yoldaki bir şoför yol kasnaklarının, çıkış boşluklarının ve kuruluş rayonlarının çeklemesiga uçuruşu mümkün. Lekin o yanıla katnaş belgeleri ve belgelemelerine riayet qilish kerak bo'ladi. Eğer u çeklemeler tüpeyli bulağı xilaflık qilsa jazoga tortiladi. Cebriye, tanıştırış. Cebriyeler öz ismini zorlaş, mecburlaş ma'nisidagi cebr kelimesinden algan. Cebriyeler qadariyelerning oshqunligiga qarama qarshi bo'lgan yana bir oshqunlikqa duchor bo'lgan bo'lib, ular har qanday ish taqdirdan bo'lib, İnsanın irade ve tallaş erkinliği yok. Allah Teala insanlarını özüge itaat kılış yoki itaatsizlik kılışqa mecburlaydı deydi. Ölümalar ularni atashda qo'llangan texmi joyida qo'yilgan yana bir ism taqdirni chekidan oshirib muayyanlashtiradigan toifadir. Cebriyeler tuvendikidek tefekkür liniyasını qo'llanish neticesinde haq bilan batılını aralashtirib etib, özlerinin hata aqidasini o'ttirg'i chiqargan. Birinci, Allah subhanahu va taala insonlarning qilmishlarini o'z ichiga olgan barliq narsalarning yaratquchisidir. Ikkinchi, insonlarning tamoq yeyishga o'xshash ixtiyoriy qilmishlari bilan soğuqdan tuyuqsiz titrab ketishga o'xshash ixtiyorsiz qilmishlar orasida farq yo'q. Buning hammasi Alloh taolaning qarshi to'g'ili bo'lmaydigan taqdirining bir qismidir. Uchinchi, kishilarning o'z qilmishlari jihatda tanlash erkinligi yo'q. Ular xuddi suvda laylab qolgan paxalga yoki shamol irg'itgan yopirmoqqa o'xshashlar Allah Teala tarafidan tamamen kontrol kılıngan. Dördüncü, ameliyette kişilerin kılmışlarını ula özü kıygan emas. Bu kılmışlarını ulağa nispet beriş fakatla simolluqtur. Bireylen namaz okudu. Birav roz tuttu. Birav katillik kıldı. Yoki o'g'irlik qildi deyish xuddi quyosh chiqdi, shamol chiqdi, yomg'ir yog'di deganga o'xshaydi. 5. Koinotdagi barliq ishning yagona faili, ya'ni qilg'uvchisi Allohdir. Shunlashqa yaman ishlar va jinoyatlar amaliyotda faqat va faqatla Alloh tarafidan qilingandir. 6. Allah kişilerini kontrollüqi, küçü yoki tanlaşı yo'q ishlarda hisob tutadi. 7. Allah insoniyatni zaruriyatsiz avarchiliklarga duchor qilgan. Ya'ni u insonlarni o'zlarining kontrolliqidan hal qilgan va amaliyotda o'zlari qilmagan ishlar orqali sinash va shu vaqtda hisob elish orqali zaruriyatsiz bir ishni qilgan. Ceberiyelerinin batıl akidesinin neticeleri. Biz yukarıdaki bayanatlardan Ceberiyelerinin ameliyette Allah subhanahu wa ta'ala'nı adaletsiz deb ayıplaydiganlıqını görüp öttük. Ular yine Allah subhanahu wa ta'ala'nı behude, maqsadsiz ish qiladi deb jo'ylishidi ve neticede en hikmetlik zat bo'lgan Allah subhanahu wa ta'ala'nın
buyruq cheklimlarini hikmatsizlik bilan ayıplashidi. Neticede ularga ko'ra Allah subhanahu va taolaning kitoblarini nozil qilishi, payg'ambarlarni avatishi ve Allah subhanahu va taolaning yo'liga da'vat qilish deganlarning hammasi ahamiyatsiz ishlar bo'lib chiqdi-da, din shu şekilde tamamen ag'dirilishga urinildi. Cebriyelerning batıl aqidalarga Qur'on sünnet orqali raddiya berish. Birinchi, Allah subhanahu va taolo ularning muayyan ishlarni qilish irodasi va iqtidoriga ega ekanligini muayyanlashtirib shundoq deydi. Tarjimasi: Ba'zinglar dunyoni ko'zladinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Sura Ali Imron 152. ayet. Allah subhanahu va taolo yana shundoq deydi. Tarjimasi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an Rabbinglar tarafidan nazil bo'lgan haqdir. Xoligan odam iymon etsin, xoligan odam kafir bo'lsin degin. Sura Kaf 29. ayet. İkinci, Allah subhanahu va taolo insonlarning qilmishlarini o'ziga nisbat bermasdan insonlarning o'zlariga nisbat bergan. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: Kimiki yaxshi ish qiladigan, foydasi o'zigidir. Kimiki yomon ish qiladigan, ziynimi o'zigidir. Rabbing bandalarga zulm qilguvchi emasdir. Sura Fussilat 46. ayet. Üçüncü, Allah subhanahu wa ta'ala payg'ambarlarining kishilarga qarshi hujjat sifatida dalillarni ilib kelganligini bayon qilib shundoq deydi. Tarjimasi: Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qilatdim deguchilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qiluvchilarni devzaqdan agahlandırıcı peygamberlerine evettik. Allah mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Sure Nisa 165. ayet. Bu ayet günah ve itaatsizliklerini takdir arkalık aklaşkı urunğıçılağa reddiyedir. Çünkü günahlarını takdir arkalık aklaşkı urunğıçılağının eğitkinidek hidayet ve azgınlıkның hemmesi aldın pütüvitilgeçke insanın bu cihette hiç qandaq tallışı yok bolsa idi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın peygamberlerine evetişinin hiç qandaq ahmiyeti qalmagan boladı. Dördüncü, Allah subhanahu wa ta'ala nurg'unlagan ayetlerde özüge itaat qilmaganlarni jazolaydiganligini aytgan. Agar günahni takdir arqali oqlashqa bo'lsa, u chaqda bu xil jazolash adolatsiz yoki xato bo'lgan bo'ladi. 5. Allah subhanahu va taolo o'zining bizni faqat toqatimiz yetadigan ishlarga buyuradiganligini aytgan. Masalan, Allah subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Sura Baqara 286. ayet. Eğer biz amellerini qilishga mecburlansak, ondan şu amellerden hesap versek, bu bizni toqatimiz yetmaydigan ishga taklif qilganlik bo'ladi-da, Allah subhanahu va taolaning rostchilligi yoki adolatiga savol qo'yishga to'g'ri keladi. Ammo Allah subhanahu va taolo bu ve başka barliq nuqsonlardan pokdir. Ceberiyelerinin batıl köz qarashlarına aqalli savat bilen raddiya berish. Biz bu paragrafta Ceberiyelerinin batıl köz qarashlarına oddiy aqalli savatlar orqali raddiya beramiz. Birinchi, biz özümüzün muayyen işlerini qilmaslikda tayindigan erkin irade ve iqtidarımız bağlılığını bilimiz. Biz yeb içiş, yol yürüyüş,
ilm, setim qatorliq ixtiyoriy qilmishlarimiz bilan titrash, tushkurish, yiqilib ketish qatorliq ixtiyorsiz qilmishlarimizni farqlantira olamiz. Ikkinchi, bizning bir ishni qilishdan ilgarila bor bo'lgan irodamiz, ya'ni niyatimizni Alloh subhanahu va taolaning taqdiri orqali oqlashga bo'lmaydi. Chunki taqdir vujudga chiqishdan ilgari hech kim bilmaydigan maxfiyatlikdir. Shu sababdan biz o'z qilmishlarimizni taqdir orqali oqlasak bo'lmaydi. Chunki biz ma'lum bir gunohni qilishning oldida taqdirimizga nima putilganligini bilmaymiz. Uchinchi, biz kundalik hayotimizda tanlashlarga duch kelganimizda shuning ichidagi ko'nglimiz bakrak tatqinini tanlashga moyil bo'lamiz. Biz hargiz taqdir shundoq bo'lsa kerak deb ko'nglimiz tatmig'inini tanlab qo'ymaymiz. Shundoq turuqliq biz qandoqsiga diniy masalada taqdirni bahona qilib turib, ko'ngil tortadigan narsa, ya'ni jannatning o'rniga ko'ngil tortmaydigan narsa dovzaxni tanlaymiz. Masalan, o'zingizning ikki yo'lning ochiliqida turganingizni tasavvur qiling. Bu yo'llarning biri tinch amonlik, farovonlik bir yurtga tutashsa, yana biri xatarlik, qalaymaqonchilik ichidagi bir yurtga tutishidir. Biz bu ikki yo'lning qaysisini tanlaymiz? Jazmanki cho'qim tinch yurtga apiradigan yo'lni tanlaymiz. Shuningdek, kasal kishi saqayish uchun ko'ngli tortmaydigan dorilarni yeb, ko'ngli tortadigan ba'zi yemekliklardan farz tutadi. U hargiz taqdirni bahona qilib, dorini yegili unumaydigan yoki salomatligiga ziyonli yemekliklarni yeyaveradigan ishni qilmaydi. To'rtinchi, biz o'zimizga qarshi haddidan oshgan, bizga ziyon solganlarni hargiz taqdir shundoqkan debla kechirib o'tmaymiz. Shundoq bo'lgan ekan, biz qandoqmi Alloh subhanahu va taolo belgilagan chek-chegaralarga rioya qilmay, haddidan ish qilmishlarini taqdir shundoqkan deb oqlay olamiz. Masalan, bir jinoyatchi bizga hujum qilsa, oilamizga yoki mol-mulkimizga ziyon solsa, ondan o'zining jinoyatini taqdiriga ortib qo'ysa, biz uning bu o'zrisini qabul qilish uyoq tutursin, uni eng qattiq ravishda jazolashga urinamiz. Lekin biz taqdir jihatda jabriyalarga o'xshash aqidada bo'lsak, bu xil ahvolda jinoyatchini hech nima qila olmaymiz. Chunki u bechoraning shu jinoyatni qilmaslik ixtiyori yo'q emasmi?